Salom, bugun gaplashadigan mavzuyimiz hop, qo'llardagi paylar jarohati haqida gaplashamiz. Hop, baxtsiz hodisa tufayli aytaylik, pichoq kesishi yoki bo'lmasa qo'lingiz stanokka tegishi yoki bir qandaydir baxtsiz hodisa natijasida sizda bukuvchi paylaringiz jarohatlandi bo'laylik. Bukuvchi paylar jarohatlangan vaqtda birinchi yordam ko'rsatiladi va pay uchlari erta davrda bir-biriga tikiladi. Erta davrda tikiladi va ma'lum bir davr davomida, bir oyga yaqin davr davomida fiksatsiya davri bo'ladi. Shu davr davomida maxsus fiksatorlar taqib yuriladi. Shuning ichida qo'l va qo'llarda o'sha passiv harakatlarni boshlash kerak bo'ladi. Shu bilan o'sha barmoq funksiyasi to'liq qayta tiklanishi mumkin. Agar sizda operatsiya o'tkazilgan bo'lsa, birinchi etapi yoki bo'lmasa payiz uzilganda va shu holatda qolib ketgan bo'lsa, bunga 6 oy, 1 yilga yaqin vaqt o'tgan bo'lsa, bunda pay uchlarini topib bir-biriga tikish operatsiyani effektivligini juda ham kamaytirib yuboradi yoki bo'lmasa mutlaq rezultat olmasligimiz mumkin. Bunday holatlarda qanday taktika qo'llanadi degan savol tug'iladi albatta. Bunday holatlarda etapli tendoplastika degan amaliyot bor. Shu amaliyot qo'llaniladi. Birinchi etap qanday qilinadi? Aytaylik, sizda 3-barmog'ingizda yoki 4-barmoqda, 5-barmoqda, 1-barmoqda o'sha bukuvchi paylaringiz jarohatlandi va sizda barcha barmoqlaringiz bukiladi va shu barmog'ingiz bukilmaydi, shu holatda turibdi. Yoki bo'lmasa to'liq bukilmaydida, yarim holatgacha bukiladi, lekin siz jarohatlanganingizga juda ham uzoq vaqt bo'lgan. Bu holatda birinchi etap operatsiya, birinchi etap tendoplastika amaliyotida ochiladida, ochib turib bizda kanal hosil qilish uchun, ya'ni avvalgi kanal yopilib ketgan bo'ladi va shu kanalni qayta tiklashimiz uchun birinchi etap protezlash davri hisoblanadi va o'sha sun'iy pay bu o'sha teri ostiga qo'yib kanal hosil qilish uchun tashlab chiqiladi. Shu bo'yicha eng oz muddat o'sha 2 oy, 3 oy davomida shu protez bilan yuriladi va u yerda sun'iy ravishda hosil qilingan kanal paydo bo'lgandan keyin ikkinchi etap plastika amaliyoti, bunda auto yoki bo'lmasa alloplastika deyiladi, ya'ni autoplastika sizni boshqa sohangizdan qo'shimcha paylar olinadi va shu pay funksiyasini tiklash uchun ko'chirib o'tkaziladi. Bunda palmaris longus degan payimiz bor, yoki bo'lmasa bukuvchi paylarni yuzar qismini olishimiz mumkin, yoki bo'lmasa yozuvchi paylarni ikkinchi barmoqni yozuvchi payini olishimiz mumkin va shunga o'xshash auto tendon plastikasi amalga oshiriladi va bu davrdan keyin ham o'sha passivniy harakatlarni amalga oshirishni boshlashimiz kerak bo'ladi. Albatta, choklar yaxshi qo'yilgandan keyin, mustahkamligi ishonch hosil qilganimizdan keyin bemalol o'sha qayta tiklash amaliyotlarini boshlashimiz mumkin. Agar sizda paylaringiz jarohatlangan bo'lsa, erta davrda shifokorga murojaat qilib paylarni plastika qilib tiktirsangiz, avvalgi holatiga, ya'ni to'liq eski holatga qaytish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Qancha kechiktirib borganingiz sari operatsiyaning ko'lami, miqdori, hajmi va sizning vaqtingiz shuncha ko'p ketadi bunga. Shuning uchun jarohat olingandan keyin bee'tibor bo'lmasdan shifokor ko'rigiga borib, kerakli tekshiruvlardan o'tib, paylaringiz butun yoki jarohatlanganligiga ishonch hosil qilib, kerakli tibbiy muolajalarni o'z vaqtida qabul qilsangiz, sizning sog'lig'ingiz uchun albatta foydali bo'ladi. Ushbu ma'lumotlar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, like va kommentariyani ayamang. Bizning Telegram va Instagram kanallarimizga a'zo bo'ling. Rahmat.